Oppa. Zombilar, siqirtlar. Uxlashga vaqt bor. Lekin uxlayman. Bu yerda bitta mashinalar olaman va uyimga olib borib qo'yaman. Yo'q, Voy, to'xta. Men qurol olganman. Kechirasiz aka. Tushunmadim. Tushunmadim aka. Mayli, qurolni olib qo'ydi. Kimsan? Nima demasan? Sen kimsan? Ustiga meni oddiy to'pponcha bilan o'ldira olmaysan. Ishonmaysanmi? Ishonaman. Mayli, ovqat yo'qmi? Ovqat kerakmi? Ha. Ovqat yo'q ekan. Ana qo'y. Istasang o'ldir. Mayli, hozir qani isqirib kirsalar. Zombilardan qochib deganlar ketmayapti. Aniq ketmaydi bu zombilar. Zo'rg'a kuchi yetadi-ku o'zi. Bu M24 ham. Senga mashina kerak edi-ya, eshitib qoldim gapingni. Ha, mashina kerak. Nega olib ketaver? Men shahardan ketmayman, mana uyda biron joyga borishga. Menga baron kerak emas, istasang olib ketaver. Menga kerak emas, mashina haydashni bilmaysiz. Bilaman. Men ketish xohlamayman. Ketishni xohlamayman. Uyim bor, lekin faqatgina to'pponcha bor ekan. To'xta endi. Sen bilan birga yashashni xohlaysanmi? Ha, ana bu yerdagi o'q uy. Mototsiklingiz bormi? Aha. Tutira. Harakatlar. Qayoqqa? Afsuski, yo'tog'im ham yo'q. Bir necha kundan beri bolalar yerda uxlayman. Afsuski, to'shabalar ham olmaganman. Shu oddiy uy. Bittaga sindiq ham olmadim. Shunchaki bir necha kundan beri faqat zombilarni o'ldiraman, lekin patronlar ham ko'p, lekin bari kuchsiz-da to'pponcha. Uydiga kuchli. Yaxshi ham oddiy to'pponcha emas. Kimdir kelyapti. Qo'y qo'lingizni ko'tda, sizmisiz? Yo'q, bro. Qalaysiz? Yo'q, mana shu yerda yashaysan. Ha, shu deyishman, lekin to'pponcha bor xolos. Mebeling bilan mo'ying bor tanlaman. To'xta. Bu yerda tirik qolish uchun biranga kerak. Biranga? Buraya. Faqat yana kaska yo'q ekan. Kaska yo'q menda. Menda yo'q даже. O'zi bo'lgan shu bo'lgan. Sen menga o'zimniki beraman. Ayo, olishingiz mumkin. Men mazza qilib shaqiraman. Yo'q, alay, kerak emas. Kaskasiz nega yaxshiroq, chunki kaska necha do'q ketadi. Terlab ketsan lekin qurol kerak emasmi? Yo'q, menda to'pponcha va avtomat yo'qlik. Birorta drababik bo'lsa yaxshi bo'lardi. Drababikni yo'qtiraman. Mana olasanmi? 24. M24 emas. Ana o'qiysan, tushunaymi? Ha, o'qishni ko'rib oldim. Toshlar ekan. Ana. Ular mana ol. Oppa, ajoyib patronlar. Unday bo'lsa meni ham o'zim uytanlar. Sen yolg'iz qoldirolmayman. Yosh bola ekansan. Zombilar haqida. Unchalik ham emas, 18 ga kirganman. Men 20 ga kirganman. Zombi apokalipsi esa birinchi bo'lib ota-onamni o'ldirgan. Ha, kirisalar bormi shu zombilar? Zombilikka boradi. Men shu uytanlar. Yo, Digl ham kuchli, lekin barbar qo'ruydimi? Mana shu. U do'stda Markda uy bo'lgan, u ham zombilar qilgan. Mark o'rniga senga pul berishim kerak. Hozir 1 minut. Qadaydir jo'rolib qoldingizmi? Hozir 1 minut. Agarda sizda mebellar bo'lsa, olib kela olmaysizmi? Uyingiz ham baribir eski ekan. Ketib qoladimi? Voy, hozir uylarga boraman. Yo. Agarda mebelingiz bo'lsa, mayda bering, baba siz uyingiz eski ekan. Olaver. Uyda bor. Hozir bu ovqat yo'q. Hozir borib birorta qo'y o'ldirishim kerak. Hozir hatta qo'y ko'rdim. Vitovkani bo'lib turibman. Va bittada.
Vitovkada yaxshi o'tirganman. Alita birorga bor shekilli. Ajoyib bir o'qda. Hozir edi Vitovkada. Ana yutdi bir deyishdi. Bu yerda juda ham ko'p Shuning uchun bu yerda yashayman. o'sha qayda yaqindagida ko'chganlar butun dunyoda shekilli zo'rba ekan. Men bu yerda adashmasam o'rtacha hayvon topdim. Biz yerda hayvonlar juda bodring eng yomon ko'rganim emas. Yer havoni yomon ko'raman. Eng yomon ko'rganim baribir zombi. Xas yomon ko'raman lekin zombi yer ham yo'q. Yo'qmaydi. Nima bo'laman mashina. Sizlar video olyapsizmi yo? Yo'q, meniki to'lib qolgan. Tozalashga vaqtim yo'q. To'g'ri. Vaqt topilganda balki tozalarman. Mayli. Voy, kirdi. U pavidda 4 ta qo'y go'shti va 2 ta arava bor-ku, go'sht bor. Borligi. Sizda qanday aravalar bor? Yo'q-mayo, nimaga mashinamni chekib ketaveradi? Hozir kelaman. Yo'q-mayo, to'xtab turdi. Hozir bir narsani tekshirib olayda, mana uni olib tur. Nima bu? Mana shunda bir narsa bo'lishi kerak edi, lekin bo'lmayapti. Ha, bu arqon-ku. Nima edi? Qo'l bolalash esimdan chiqaribman. Kimda qoldi? To'g'risi nima edi? Esimdan chiqaribman ancha qo'lni bo'ylash. Nima oldinlar agarda zombilar kelsa, ular olamga aylantirish mumkin. Qo'llarini bog'lab, olamga aylantiraman. Hozir anchadan beri shug'ullanmadim. Shunga esimdan chiqarib ketdi. To'pponcha ham kuchli lekin meniki. Lekin to'pponcha ham bo'ladi. Digo ancha yaxshi. Qo'ylarni ham bitta o'q to'ldiradi. Men biroz vaqt o'qilaman chunki ovqat yo'q. Mayli, sizni uyingizda avval o'qiladi. O'qlashga o'zi shunaqa qilib keldi. Bu yerda qo'rqoqlar ko'p ekan. Ha, bu yerda ko'p bo'ladi chunki botqoqlik qiladi. Yo'q, nega ketasan? Yaramas bu yoqqa. Kravat. Kravat yo'qmi, zombi. Kravat to'pim zombi. Yo'qmi? Kravat zombi? Bunaqasini eshitmagan ekanman. Kravat zombi. Kravat zombi emas, просто kravatimga yana bitta qolgandi. O'shani ham Bu oldim. yerda 4 ta bor kerakmi? Yo'q, bo'ldi, kerak emas endi. Hammasi tayyorlandi. Bu yerda kravatlar yaxshigina ko'p ekan. Nega bittasini olmaysiz? Olgim kelmadi. Shu chiqalar jinim. Bu qizlar. Qizlarniki yo'qmaydi menga qizlarni. Adolarsizlar. Bu yer ajoyib jihozlangan ekan. Lekin meni menga yoqmadi. Bu kravat yoqtirgan rangim. Yo'q, buni. Ben sizga ham o'zimga ham bitta kravat oldim. Yo'q, menga kerak emas. Qo'y. Ovqat ber. Bosib ketaman. Bosib ketaman. Yo'q, qo'y. Ikkita qo'y. Buroq bilan ikki qo'yon. Bitta qo'y go'shti bor bu yerda.
Desalar havayda o'ldirib, ko'pa shoklar kerak bo'ladi. Va kristalarga patronlar ko'p bo'ldi. Mana videovkada yo'q edi. Uf. Bitta mototsikl kerakmi senga? Mototsikl. Hozir bat endi pechka topishim kerak. Bu daraxt kerak menga. Pechka mana uyimda bor. Sizda birorta instrument yo'qmi? Bolta bor. Bolta xolosmi? Birorta temir-chi? Temir dronlar uchib o'lmaydi. Uchirsang beradi. To'g'ri, dronlarga birda o'ltida va chiqarsalarda yasaldi. Mayli, mototsikl bor, agar mendan mana endi eskimi olmay. Dekorativ xavfsiz sport. Aten kuch do'sting. Bilmadim, uni zombi o'ldirgan deyishadi. Ya, qochib ketgan. Zombi apokalipsisda qandaydir bu qilmoqchi. Lekin men bilan qoldiribdi menimcha. Yo'q. Mana bor. Wow. Qisman mebellar qoldiribdi. Zo'roy. Bilaman, o'zimga ham yoqadi. Lekin o'zimni uyimdan qo'ymasin deyman. Faqat korobkalar to'lib ketgan ekan. To'g'ri, korobkalar ko'pdi. Chunki narkotiklar shug'ullanardi deb aytgandim do'stim. Voy. Yaxshigi bekorga ketibdi. To'g'ri, narkotik yaxshi narsa emas. Bekorga yashirin bu. Menimcha 90% o'lib ketgan. Chunki nima xafa bo'lmay 90% o'lib ketganligi aniq. O kravat bor ekan. Ha, u mebellarni yig'ishtirmagan, chunki men ham bunchalik ham yoqtirmasdim. Bir narsani tushunmayapman, bu yoqqa. Yonimga kel. Hozir. Ikkinchi qavatdami, ikkinchi xona? Oppa, kaboga tushdi. Alo. Hozir kelyapman. Hozir men Aytas. Hozir mana bu yerda ketish yo'lda. Ketish? Borish. Split. Men bir narsaga hayronman. Men bu yoqdaman ekan. Bu yoqqa. Xo'sh, nima ko'rsatmoqchingiz? Bu yoqqa. Bu yoqqa mana. Nima? Hozir bu yerda emas, mana. Chiq. Nechinchi qavatda? Ikkinchi qavatda. Yoningga, bu yoqqa. Alo, bu yoqqa. Xo'sh, Nima bu? bilmadim. Ha, uni xotini bor edi. Yo, bunday bo'lsa, mana kravat nimaga kerak? Bu o'g'lini xonasi-ku. Yo. O'g'lini xotini hozir nima qilyapti? Uyga ishga tushganmishdi. Ha, bilmadim. Bunday qilsa bu o'g'lini kasallangan deb yurishgan edi. Shuning uchun vaksina qidirgani ketgan. Oppa, men ana o'qitaman, sana shu chordoqda yashasa bo'lar ekan. Yaxshi ekan chordoq ham.
Aytgancha menda oltin bor, kerak emasmi? Oltin yo'q, shart emas. Oltinlarda unchalik ham hozir edi, rol o'ynamaydi. Temir-chi? Temir o'ynaydi. Mana ol. Menda 37 ta bor. Instrumentlar temirlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Oltin desa ham temirdan kuchli. Mana ol. Oltinlar yo'qtirmaydi. Ana, orqangda turibdi. Bora qol. Tepada bir yashaydi. Qarshi bo'lmaysizmi, Chordoqda? Men to'xtab qoldim. Chordoqda? Chordog'ni hali ko'rmabman. To'xtab tur. Nodek Chordoq, eshitmasiz. Da, lekin yaxshi xona. Chordoqda yashashni o'zi har doim yoqtiraman. Da, lekin qandaydir qiziq. Mana bu kulrang sizga yoqadimi? Menga farqi yo'q, mayli. Mana bu kulrang olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Lekin qorayib olsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerda emas. Ko'plar ishga. Qara. Yo'qsa to'liq zo'bilardan chunki ular tishlasa yaxshi ish qilmaydi. Korobkalar sizda ko'p degandingiz, a? Yo'q, bu yerda ko'p ekan. U endi sizni uyingiz. Juda san ham uyinchisiz, bu yerda san ham yashayapsan. Yo'q, chunki siz birinchi tanladingiz. Shuning uchun ikkita kirka yasayman, olasizmi sizga kirka kerak? Yo'q, kerak. Bu ko'rishlarni qilaman. Ikkita kirka kerak, qaror berdi. Bitta adada o'g'ilni xonasi kerak. Chordoqda yashash to'xtiradi, chunki Chordoqda bir boshqacha yashaysiz. Hozir tepaga chiqamiz va Mana temirli bolta bor ekan. Temirli bolta. Mana sizda ham qo'tyapti yoki bitta betyapti? Menda qotmayapti. O'pay chekishga olsa kerak. Yo'q, zombilar jon yetyapti. To'g'ri, ular bunga tegish uchun chiptalar. Minecraft yo'q. Endi shu yetmay turuvdi. Bodiring. Bu qo'da ishlar, bodirlar bo'lib ketyapti. Axir bu o'tdi. Yo'q, bunaqa omadsizlik ko'rmaganim to'g'risi. Qana nima bo'ldi aytaymi? Shunda endi mana payqaganda o'tib qo'ydim. Endigina payqagan edim, mana o'tib qo'ydim. Videoga bo'ldi aytaysiz. Wi-Fi yaxshi ishlashni boshladi. To'g'ri, Wi-Fi emas, Minecraft. Patronlar ko'p kerak emas. 3 ta olsam ham bo'ladi-ya. Patronlar urush cho'ktagimda, to'g'ri, itarimda o'g'ir. To'g'ri, sumkamga tuz solib olgan narsami? Itar deyiladi o'zi sumka, o'zi Minecraftda sumka. Endi menda ham qochish boshladi. Menda esa qotmayapti. Lekin yo'qlar tursa, to'quvchiga ham yo'qlar. Yo'q, bu nimasi? James! Nima bu? Nima bu? Zonimga kesak ko'rasan. Nima bu, James? Mendan aytgan xotinim yo'q. Unda bu qayerdan kelgan? Men bilmayman. Men uyda bir necha kun bo'lmadim chunki. Hech bo'lmasa tirik qolganlar kelib olishgan. Yo'q, bir necha boyagina bo'ldim. Xotining yo'q bo'lsa degan. Men ishlar qilmayman. Sigmada yuradiman sana. Yo'q, men bitta kirmating olaman kerak. Qolg'avering, chunki meniki emas, chunki men uyimda ummam. Qarang, o'ylab ko'ring. O'zimni xonaga nega kirvat o'rnatmaganman, o'sha yerga o'rnatganman. O'zimni xonaga o'rnatgan ularni yerda kallam ishlaganida. O'zing xonangga o'rgatgansan. Xotingdan topdim-ku. Qanaqa xona? Men bir necha kun bo'lmadim deyapti uyda.
Boya bordi. Qancha yaxshi dadashasa turib qolganlar biz yo'g'ligimizda kelib olishgan. Yuragim yording. Kesa yo'tarki bo'lsa otib qo'yay dedim sani. Azabi yaxshi yavdim. Yo'q, men qo'rqib ketdim. To'satdan paydo bo'lding. Bu mani qolaversa aka. Mana xona. Anta jublo qo'ydim. Men ikkalasini ham oldim, ikkalasini ham oldim. Lekin va unaqa ishlar qilib yurgan, chunki Sigma bor. Sigmalingga hozir tupurib qo'yaman. Ular haqiqiy erkaklar-ku, bilasiz o'zingiz. Rostdan ham janob. Yo'qmayo, yuragim yorib tikilib deb o'ylab endi yotmoqchiga. Atalar qo'rqitib tushgan o'zi. Boshqalarni yomon ko'raman. Men ham hozir borib turib kabob bilan o'taman. Soatgacha yo'q. La'natim, nima unaqa qilasan? Endi o'tmoqchi ekanman. Yo'qmayo, sanda o'q qoldimi? Bittasini ber. Magazin kerakmi? Yo'q. Mana shuning magazini kerak. Avem. Bir necha kundan keyin bu qurol qolmaydi bizda. Yo'qmayo. Ularni nima qo'lini qiyshayib qo'yding? Har to'pon cho'shab turibman. Kerak. Ber. Bittasini ber. O'qini bittasini ber, ana avemni. Berdim. Ertaligingizni oching. Qurollardan chiqib yo'q. Endi ikkita bo'ldi men. Nima bu yerda faqat to'pponchaga patronlar qo'lda xolos. To'pponchaga patron qolmadimi sizda? Qo'lga bitta ol. Sizda drabovik va AKM yo'qmi? Bor, lekin drabovikni o'qi bitta qoldi. Avemniki Balki P90 bordir. mana uniki esa bitta mana. Bitta mana shu qo'yaman. Drabovikchi. Drabovikniki mana bitta, boshqa yo'q patron. Qadashmasa qadaydir bunker haqida eshitgandim. Bunker? Yo'qmayo. Quyoshni o'zi eplasin kerakchi bularni. Quyosh ular yonadi, chunki ularni terisi bizniki o'xshab quyoshga moslashmagan va ular kiyim kiyishmaydi. Nima bo'lganda? Yo'qmayo, betu. Jodugarga o'xshaysan, orqang bilan turganda jodugar xuddi o'zi qo'lida. Odilboy ketyapsan menga, Odilboy degan o'xshaydi. Ha, odamning grafmi? Skinni noganmi? Yomon o'xshaysan, bori. Yo'q, otishdi bu Minecraft emas. Men bunker haqida eshitgandim, balki uni qidirarmiz. Men hozir bir narsani tushunmayapman-da. Minecraftda nega qurol bilan oynani sindirish Mumkin emas. Yo'qmayo. O'zi bittagina qolganimi? Yo'q, lekin to'g'risida bitta o'tni bo'ldi, asli sinish kerak edi. To'g'ri, aytsa bo'lib bor axir siz bereganda. Qachoncha mana axir pistoletim bor edi, bobomdan qolgan. Shuni oling, to'pponchangiz. Pistolet. Hozir to'pponchani olaman. Qayerda edi bu bobangizni pistoleti? Yana uncha uzoqda emas, hozir bo'lishi kerak. Qayerda edi? Mana shu yerda bo'lishi kerak. To'pponchaga qancha patronlaringiz bor? Hozir ko'raychi. Bitta, ikkita, uchta, beshta. 5 ta kam ekan. Juda ham kam. Menda 7 ta, 8 10 ta patron bor. Yo'q, 5 ta emas ekan, 6 ta ekan. Ya, to'xtab tur, hozir yana qidiraychi, balki yana chiqar. 8 ta, 9 ta. 9 ta yaxshi. Men bobomni drabobigini yo'qotib qo'ydim. Mayli, hozir 1 minut. Mayli, men uyda askida belim cho'zilib uxlayman. Ajoyib bolalar videoni pauza qilib turaman.
Turdim, o'rnimni to'plab turdim. Yana akalarni qidirib o'tiraman. Ha, aka. Yo, bu yoqqa yur. Mana u xat o'qigan ochima topib oldim. Jihozlar olayotganimda. Uydami? Xo'sh. Qabrda uyni yoni tar. Senga sovg'alar. Ha, bo'ldi. Xo'p. Yuri, adashmasam bu bunger haqidagi narsa. Aytdim-ku, bunger haqida eshitdim. Yuri. Birov to'xtay, men avtomat olmadim. Birov qaytasiz? Bu o'tirib oldingizmi? Aytdingiz. Yere просто nima yosh kesayim keldi. Yosh yigit nima edi? U nikimiz ko'rmaslik uchun o'tirib olardik, yurgini yeb turardik. Bir 6 ta patron oldim. Birov avtomatlaringiz borasiz? Yo'q. Nega yo'q? Hammasini korotchi tashlab sinib ketdi. Sinib ketdimi? Yo'qmi? Men bolta bilan kurashaman endi. Mayli, mana to'pponcha bor bersiz. Men kuchlisiz. Agar siz berbat to'pponcha. Voh, la'nat, o'qlar to'lib ketdi menga. Nima aka, oling. Sen kerak edi-yu. Ha, mayli, men kirkanlarni boltada ushuraman. Men olasak bolta. Bering bolta. Stop. To'pponchani ber olibman. Ha, to'pponcha. Bu to'pponcha men ana to'pponchasidan ushuraman-da, chunki ingiz kuchliroq shuning uchun to'pponcha ishlating demoqchiman. Bolta bilan boshini choptashingni bo'ldi. To'pponcha kuchlimi nima deysiz? Degan bo'lsa. Hozir endi Aka, bekkeling. Bu xabar yonidagi uy. Bizda ham ozgina patronlar qoldi. Kerak bo'lib qoladi. hozir to'xta hozir. Avs, bitta mendachi tug'ilgandachi bitta sehr bo'lganda ko'rsataymi? Bitta sehr bo'lgan. Qani? To'xta, joyingda turgining. Xo'p. Abrakadabra suf. Bu sehr emas, bu chit-ku aka. Qanaqa chit? Qanaqa chit? O'yinlarda bo'ladi chit. To'g'ri. Mana shu atrofda bo'lish kerak. O'y bilan haqiqat boshqa farqi bor. Lekin bilma. Bizdan shu narsa ko'rsatyapti. Lekin buni qanday qilib ochishim kerak? To'xta, Mayt qochib tur, mayt qarshi kelamanchi. Bilmadim. To'xtay maqadim. Yo'q, yetaman. Yo'q, maytamisan. Lekin mana shu atrofda chunki mana bu narsa bor. Ataylar bu mana shu atrofdagi bildirishchi boshda turgan. Aka bak keling. Ha? Havo qolib ko'rinishi. Yo'q. Niyat bo'lmasam, o'tla o'tib ketgan, eng ko'p o'tgan joyi qidish kerak. Urushmagan joyi chunki hali to'g'ri. Mana bu tuk. Qayerda bo'lishi mumkin, ey? Yo'q. Bilaver, aytaman. Lapata yo'qmi? Yo'qdi. Menda hozir oltin bor. Lapata yesam. Yo'q, qo'l topaman Tfu, lapatasi top bo'lmaydi. Uy atrofida chiqmashdida. Daraxtda adashmasa bo'ladi. Bo'ldi, mana lapata tayyor. Borma ishlama qidir. Tezkorlikda lapata uchun.
Ana yordam ber. Diyorum ben yo endi qayerdan topamiz uni? Qo'rnam o'tyapti. Maykun cho'zmadi lekin. Balki yo'q ochyapti. Shu anchadan beri ovqat yemayapti. Oy. Mashinalar qazib tashlaverek. Sisli va charchadim. Qo'l bilan kovladi bir soat. Bor, uxlayver, uxlab tur. Mana işte ozgina qotaman. Ey bro. Urmang. Hop, turdim. Qolmaydi. Voho, jalo. Nechun bo'ladi shuni? 2 kun. Ana topdim. Bu yoqda. Bitta ko'p narsalar bor. Qolib tashlabsiz-da. To'g'risi, buni bittada bir staga keltiroy. Ey, yur. Orqamdan yur kerakchi. Hozir. Qayerda? To'xta. Qayerda? Bitta alash bo'lishmoqchi bo'lmasam. Kerakchi, mana. Bu yoqda. Orqamdan yur. Hozir. Qayerda bo'lish kerak? Mana. Bu yoqda. Orqangdaman. Alo, bro. Aytdami? Orqada emas, chap tarafida. Mana. Qani kiramiz. Menga qora. Hadi ko'k. Bilib talashishingni turdim. Yo'q-yo'q, patronlar qanaqadir SMG bilmalo uchun. Yo'q, xuddi. Dirrababi. Endi biz boymiz. Dirrababing aka, dirrababing. Banda bor ekan. Biz endi boy. Juda ko'proq ekan. Biz endi boymiz. Endi quroqlarimiz ko'p aka, bir yil yetadi. Sizda ko'p ekan, menga berasiz. Ne? Haligida ko'p ekan. Sizga atalab ko'p kamroq qo'yishga shekilli. Bu patron yetmagan. Lekin mana pistoletni olishim mumkin. To'pponcha. Mana to'pponcha bor ekan. Menikida aniqrog'i. To'pponcha bor-ku. Drobik ajoyib quroldan shu. Men har doim shuni ishlataman. Wow, lekin sen men ikkinchi qavatini ko'rmadingni. Bor-ku. Minecraft qo'tyapmanmi? Endi qo'tyapti, qochishlar bo'ladi, shuncha narsa bo'lgandan keyin. Ye? Pastga. Bomba ham bor ekan bitta. Menda 16 ta bo'ldi. Menda ham 16. Rahmat. Yana bitta turing. Mana chiqish ko'rdingmi? Urmasa mana turibsan mana. Mana tushundim. Ko'rding, aykumi. Qornish qilib qolmadim. Yo'q. Mana bomba, mana unga qara, o'zbekistonliklarning bombasi. Topib oldim. Bitta yerda qolib ketgan ekan, o'zbekistonliklar kemasi ham bor ekan, sotib oldim. 2 kun. Mehmonlar kelishdi, mana unga qara endi sen. 3 marta ketib portlaydi. Aka, qani branshladingiz saqlab qolarmikan? Branshletimi? Qani mayli. Voy! Yo'q, saqlab bo'lolmadi. O'zgina qo'l olishim kerak. To'xta, dirababga o'qidan demoqchi edim. Ha, dirababga o'qidanmi? To'xta, men jonim to'lamas. To'rttagina jon. Shu manda ham. Qo'l yo'q, yedigan. Qo'lda shunaqa deylar. Mana ol. Oh. Uzr, patronlar bilmasdan ularni bayrab qo'yapti. Ne o'g'lari sizdami? To'pponchami?
Mana ol. Yo, shardo. Yetar, to'la. Ya, to'la. Tushunsa bo'ladi. Minecraft qotyapti juda ham qattiq. Qolib tashlaringizdan yo'q qotadi-da. To'xta, to'ldimi? Ha, Kuchayyapsiz hali. saqlab qoldi. Saqlab qoladi, chunki siz kuchaygandik. To'xta, mayli. Mana, mendan ketdi effekt. Mana jonim to'ldi. Saqlab qoldi. Yarmi ketdimi shundan anchaga? To'xta, 10 ta bo'lsa bitta, ikkita. Yo'q, yarmidan kam, yarimdan ko'p saqlab qoldi. Yarmidan ko'pini saqlab qoldi. Oho, kuchli bular ekan. To'g'ri kaskaga yotib ko'raman. To'pponcham bilan. Kaskanga to'xtab tur, jonim to'lib olsa. Emosiyalarim ketdi, to'xta. Ola. Bu çok uzun beri. O ben yoksa bir o kadar tayyorlamayman ben. Buna kiyishitala, arava. Ko'z qovurishi olaman. Voy, 2-3 dan qo'ygan puchuq to'xtar mana. O, ikkita dona jonim ketdi, ikkita dona. To'pponchani bitta o'qida ikkita dona. 3 ta o'tsang ikkita ketadi. Ikkita o'tsang 3 ga 2 ni ko'paytir. Ko'paytirsa o'xshaydi, hozir kerak. O'zi 3 marta o'qishdan ketsa Minecraftda, to'g'rimi? To'xtab tur, hozir. Hozir to'xta, mana otasan hozir menga 3 marta. To'xta, birinchi jonim to'lsin. Ovqat yo'q-ya. Ukol. Mana ukoldan bitta. Ozgina og'ridi lekin. Ot. To'xta, yati. Bitta bolta olib bitta tushirib olay. Bo'ldi, qolmadi. Ular deb boltani kuch ketish. Kaskaga yotib. Yana shu ahvol yarmidan ko'pini qutqardi. Yana shu. Yana bitta qoldi, o'ylaman. Yana bitta otib qo'ysa. Mana buni otib qo'yaman. Yo, shartasi ekan. Lekin mana shu Ikki vaqtda otib qo'yaman. Hozir otib qo'yaymi? To'xtab turdi hozir. 1 minut. Bitta narsa olib kelaydi. Bitta qurolning kuchini sinab ko'rmoqchiman. Men sizdan sinab. Qaysi qurolligini so'rama lekin. Ikkita vidovka bo'lgan. Ama qurolligini so'ramaysanmi? Patron yo'q, vidovka. Hoppa, gapni pista qaytasan. Sen sinab ko'raman. Davay, kesangchi, Urg'ib. Yonmayo. O'ldirish. Yo, o'ldirmoqchi emasdim. Qo'ya to'pladim. Isqib kirishadi, yo'qolib qoldi. Bitta videoda har bola